yosh oila yoki-da uy ijarasiga investitsiya kiritish istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 8-kvartalda joylashgan bir xona, ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizning asosiy xonasi 520 ga 330 bo'ladi. Uzunligi va kengligi patologlarimiz 285. O'zini yumshoq mebellari ko'rib turganlaringizda ovqatlanish uchun stol stullari qoldirib ketilgan va TV zonamiz bo'ladi. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini balkonga ko'chirib, uyimiz egalari tomonidan bu yerda spalniga o'zgartirilgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, yosh oilalar uchun juda ham mos o'zining stroyin shkaflari bilan 1,5 ga 3 bo'lgan balkonda shishalik oynalar bilan ajratib, oshxonaga o'zgartirib qo'yilgan uyimiz egalari tomonidan. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Ko'rib turganingizdek, kerakli barcha mebel texnikalar yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Uyimizning umumiy maydoni 33 metr kvadratdan iborat. 4 qavatli binoni birinchi qavatda joylashgan ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy 500-600 AQSh dollardan daromad qilsangiz bo'ladi. Gilamning ichidan kirib kelish va o'zining razdельный sanuzeli. Dushovoyimiz bo'ladi. Bu yerda esa hojatxonamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 8-kvartal Malika Gasnisan yonginasida joylashgan katta yo'l yuzida birinchi liniyada joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 60.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.